Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Yoshlar orasida startap g'oyalari, yoshlar orasida juda ko'p g'oyalar bor, uni amalga oshirish kerak. Endi sizni startap loyihangiz bo'yicha biz individual shug'ullanishga tayyormiz. Agar bitta ham prezentatsiya bilan ko'rsatib beraman desangiz, xohlasangiz institutga boramiz, xohlagan joyingizda qabul qilamiz. Milliy muddatli harbiy xizmatdan keldim. Menga armiyadan ligota oldim. O'shanga o'qishga topshirmoqchiman yuridический. O'shangacha menga chiqayotgan variant ishdan faqat doimiy ishga chiqyapti, yaxshi daromadli muddatlisi chiqmayapti. O'shanga o'sha o'qishga kirgunimgacha yaxshi daromadli ish bilan ta'minlab bera olasizlarmi yo'qmi deb so'ramoqchiman. Hozir mana men o'rinbosarim yozib oladi, familiyasi Mirjalol aka. Yozib oladilar-da, biz o'zimiz otaliqqa olib, bittaga bir qancha ishlarni taklif qilishadi. Imkoniyatingizga qarab tanlab olasizlar. O'qishga kirgunizcha o'zimiz yordam beramiz. Bo'ldi, rahmat kattakon. Men seni rahmat aytmoqchi edim. Men CMC'da o'qiyman, 4-kurs Belaroq mahallasida yashayman. Oxirgi kontraktim edi. O'shani to'lab bergan uchun rahmat hokimlikka rahmat aytmoqchi edim. Mana bilasizmi kimga yetish kerak bu rahmat? Yurtboshimizga yetish kerak bu rahmat. Yurtboshimizga shunaqa qo'llab-quvvatlayaptilarki, yoshlarga даже kontrakt pulini to'lab berishyapti. O'zbekistondagi eng mashhur blogerlardan biri. Jahongir Latipov tashrif buyurdilar. Marhamat. Qaysi tumanda ochiq osmon ostida tuman rahbarlari bilan, mashhur blogerlar bilan bunaqa jonli musiqa sadolari ostida suhbat bo'lmagan. Buning uchun vaqtingizni ajratganingiz uchun tuman yoshlari nomidan sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.